Mana do'stlar, o'sha manzaralar tomosha qilib maza qilinglar do'stlar. Ertalabki havo momaqaymoqlardi. Endi bizda momaqaymoq deymiz yoshlikdan. Yana aytib o'tgan, ta'kidlagandek, O'zbekiston Respublikamizda har xil viloyatlarda har xil aytilsa kerak. Ko'p joylarda endi biz televideniya orqali eshitib qolamiz, chuchmomalar deyiladi. Endi adabiy tilda aytiladimi chuchmoma deb. Mana bu biz momaqaymoq deymiz. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek shunaqangi chiroyli ochilgan, hamma yo'q momaqaymoq. Kecha ochilib hammasi to'kilganlari, mana gul to'kilganlari hammasi mana bunaqa uchadigan popriklarga aylanib qo'ygan do'stlar. Mana ko'rib turganlaringdek o'ta manzarali joylar. Do'stlar, qushlarning ovozini eshitayotgan bo'lsalaring kerak. Qushlar ham tinimsiz sayratib o'tdi qushlar. Qanday sayroq qush, endi nomini bilmayman lekin. Mesela chiroyli sayrayapti. Asallarlar uchib yuribdi, mana gullarga qo'nib, gullardan shirab olib.